Assalomu alaykum. O'zimchilik ishqibozlari, bog'bonlar. Mana bugun sanamiz 15-mart. Uzum qalamchalarini ta'mirlatishni ko'rsatib o'taman. Mana bu novdalarni ochib oldik. Buni bu podvoy, Cooper 5B bu. Mana bunisi Tele 2.5 uzum qalamchalari. Bularni hozir ochdik mana. Taxlayapmiz. Mana shunday 15 ta qilib bog'lab, mana tag qismini yangilab olamiz. Keyin shu joyiga e'tibor qilamiz. Kesayotganda mana shu joydan shilib qo'yish kerak. Keyin kurtakning tagidan kesish kerak, kurtakning. Agar mana bu oraliqdan yaxshi tomir chiqarmaydi, asosiy tomirni kurtakdan chiqaradi. Kurtak pastidan bir yangilab oldik va ozgina shilib. Mana Carnevin stimulyator bu. Suvga solamiz dagin. Bir kun qo'yib qo'yamiz suvga. Mana qalamchalarimiz bir kun suvda turdi. Mana Carnevin suvda. Endi bularni yamaga ko'mayapmiz. Shu ko'mishda teskari ko'mish kerak. Mana bunaqasiga emas, bunaqasiga teskari. Mana teskari holatda taxlayapmiz. Bunga sabab birinchi yerning mana bunaqasiga eksak, o'ng qilib yerning tepa qismi qiziydi. Bu birinchi barg chiqarib oladi, ildiz chiqarmasdan avval. Keyin ildiz rivojlanmay qoladi. Shuning uchun teskari qilib ko'msak, avval tepa qismi qiziydi, yerning ildiz chiqaradi, pastki qismi qo'zg'almay turadi, kurtak qismi. Shu 15 kuncha tursa, yaxshilab ildiz chiqib ketadi. Mana teskari audarib ko'mdik. Taxminan 10 cm ko'mamiz ustini, 10 cm tuproq bilan. Mana bugun sanamiz 15-aprel bo'ldi. Endi ta'mirlatishga qo'ygan uzum novdalarimizni ekamiz yerga, o'shani ko'rsatib o'tamiz. Mana teskari qilib, teskari holda ko'mib qo'yilgan yamamiz. O'shani ochyapmiz mana. Tomir otgan novdalar. Ildiz chiqarib boshlagan. Endi bularni ekamiz. Kuzga baquvvat ko'chat bo'ladi. Mana ildizlarni qarang, yaxshi chiqqan, juda yaxshi. Mana. Buni endi teskari qilib ko'msak, yerning tepa qismi birinchi qiziganligi uchun birinchi ildiz chiqaradi-da. O'sha yaxshi natija beradi. Agar shunaqasi ikki o'rta ham ko'klaydi bu novda shunaqasiga. Faqat birinchi kurtak o'sib qo'yadi, ildiz chiqmay qoladi. Shunda ko'pi nobud bo'ladi. Bunda tutish foizi yaxshi bo'ladi. Mana qolgan novdalarni ham sekin olamizda. Ularni ekamiz mana ildizlar. Mana qalamchalarni ekib bo'ldik. O'rtada bitta ariqcha oldik va kapelni ishlarni tashlaganmiz o'rtalikka. Keyin ikki yonidan qalamchalar ekilgan. Mana qalamchalarni raqamlab qo'ydik. Navlar adashib ketmasin uchun mana kurtaklar bor. Endi bular kuzga ko'chat holiga tayyor bo'ladi.